Talabalarga ijara to'lovining bir qismi davlat byudjetidan qoplab berilishi haqida xabaringiz bormi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 286-sonli qaroriga asosan 2025-yil 1-noyabrdan davlat oliy ta'lim muassasalari talabalari oylik ijara to'lovining bir qismini qaytarish bo'yicha yagona portal my.gov.uz orqali murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 605-sonli qaroriga muvofiq oylik ijara to'lovining 50% davlat byudjetidan qoplab beriladi. Ammo ijara to'lovining qoplab beriladigan qismi Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari, qolgan hududlarda bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravaridan oshmasligi belgilangan. Ma'lumot uchun 2026-yil 1-yanvardan o'rta maxsus, kasbiy va oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayoni bilan bog'liq davlat xizmatlari yagona portal orqali ko'rsatiladi. Mazkur tartib davlat oliy ta'lim muassasalarining faqat kunduzgi ta'lim shaklida o'qib, ijara huquqi asosida yashaydigan talabalarga nisbatan tatbiq etiladi. Bunda ariza beruvchi tegishli ma'lumot yoki hujjatlarni o'zi ta'lim olayotgan fakultetning yoshlar bilan ishlash bo'limi dekani o'rinbosari yoki oliy ta'lim muassasasining talabalarni turar joy bilan ta'minlash ishlarini muvofiqlashtiruvchi bo'limiga topshiriladi. Ijara to'lovining bir qismini qoplab berish muddatlari o'quv yili davomida yoki o'qitish dasturi bo'yicha o'quv yilining davomiyligiga qarab belgilanadi. Ariza beruvchi tomonidan har oyning 7-sanasigacha arizalar mas'ullarga taqdim etilishi lozim. Qadrli talabalar, yaratilayotgan imtiyozlardan foydalaning va albatta samarali ta'lim olib, sohangizning mutaxassisi bo'ling.